Assalamu alaykum qarindoshlar. Uyg'ur sog'lomlik kanaliga xush kelinglar. Bugungi to'xtalgan mazmun samsaq to'g'risida. Samsaqning badandagi kasallik keltirib chiqargan bakteriyalar va zamburug'lar, shundaqla har xil viruslarga qarshi turish roli borligini hammamiz bilamiz. Bundaqda bugun samsaq rak hujayralariga qanday ta'sir ko'rsatadi, bu to'g'risida qisqacha to'xtalib o'taylik. Xalqaro rak kasalliklar institutining tadqiqot natijalariga asoslanganda davomli samsaq iste'mol qilib bersa, yuqori tarafida qizil o'ngash bor. Qizil o'ngash raki, oshqozon raki, oshqozon osti bezi raki, uchay raki va shundaqla ko'krak raki bo'lishining nisbatini tavalatgili bo'ldi ekan. Bundaqda samsaqning tarkibiga qaraylik. Samsaqni to'g'irsak yoki azsak bir xil suyuqlik chiqadi. Bu bo'lsa alisin deb ataladi. U badandagi rak hujayralariga qarshi turib, ularni yo'qotadi, lekin normal hujayralarga ziyon yetkazmaydi. Undaqda qandaq hujayralar rak hujayralari bo'ladi? Badanimizda har xil organ, a'zo bo'ladi. Har bir organ o'xshamagan sondagi hujayralardan tuzilgan bo'ladi. Va ko'rib turganimiz qizil qon hujayralari, bu normal qizil qon hujayralari. Yana boshqa teri hujayrasi deymiz, muskul hujayrasi deymiz, jigar hujayrasi, böbrek hujayrasi, demak har bir a'zo shu a'zoning hujayralaridan tuzilgan bo'ladi. Bu normal hujayralar qiriganda yoki o'lganda yangi bir hujayra bilan o'rni to'liqlanib turadi. Bu to'liqlanish sog'lom hujayralarning o'zini bo'lishi orqali ishga oshadi. Mana bu sol tarafdagi normal bo'linishi, mana buzilgan hujayra, buzilgandagi bu o'zini o'zi parchalab yo'qaydi. Andiki davomli mana boshqa normal hujayralar o'zi bo'linish orqali bu buzilgan hujayraning yoki qiyrilgan yoki o'lgan hujayralarning o'rnini to'liqlaydi. Navoda hujayraning o'zini bo'lishidagi mukammal tamponligi buzilsa, u holda bu hujayra o'zini kontrol qilolmagan holda benormal ko'payadi. Bu rak hujayrasi bo'ldi. Mana bu hujayra yeshil o'zgargan, bu benormal bo'ldi. Endi bu tez suratda ko'payishga boshladi. Bu ko'paygan bu hujayralarning hammasi rak hujayrasi bo'ldi. Bular mushta ko'payaversa, keyin yo'g'nab o'sma shakllantirdi. Mana o'tirdagi ko'k turgan yeri o'sib chiqdi hozir. Buni o'sma deymiz. O'sma shakllandi. Bu atrofdagi normal hujayra va to'qilmalarni besib olib, ularning normal xizmat qilishiga ta'sir ko'rsatadi. Bu bo'lsa, tez suratda bo'linib ko'payayotgan rak hujayrasi. Unda bo'lsa samsaqning qanday roli bor bu yerda? Birinchisi, samsaq mushundoq tez suratda bo'linib ko'payayotgan rak hujayralarining bo'linishini tezgillaydi. Ikkinchi roli bo'lsa, odatda rak hujayralari boshqa a'zolarga, masalan, bir jigarda rak bo'lgan bo'lsa, u qon orqali boshqa a'zolarga tarqaladi. Samsaqni davomli iste'mol qilib berganda bundoq tarqalishni tezgillaydigan bo'ldi ekan. Üçüncü alaylik bo'lsa, apoptosis sistemasini shu rak hujayrasida qo'zg'ata oladi ekan samsaq. Bu qo'zg'alsa rak hujayrasi o'zini o'zi parchalab o'ltiradi ekan. Mana bu normal hujayra, bu yerda bu sistema qo'zg'algandan keyin bu hujayra bara o'zini buzib, parchalab yo'qotdi. To'rtinchi xil samsaqning alayligi bo'lsa, badandagi kimyoviy modda va tarkiblarga qarshi turib badanni qo'g'daydi ekan. Rak kasal bo'lgan bemorlar odatda kimyoviy davolash ilib berildi. Bu kimyoviy davolash ilib borgan dorilar nihoyat kuchli bo'lg'achqa rak hujayrasini o'tirib qolmay normal hujayralarni zaxmlantirdi. Undaqda samsaqni iste'mol qilib bersa, u chog'da bu xil dorilarning normal hujayralarni zaxmlantirishdan saqlanadi bo'ldi ekan. 5-chi xil alaylik bo'lsa, bu samsaqning tarkibidagi alisin
jigerdagi rak hujayrasining autofaji sistemasini qo'zg'aydi. Bu autofaji qo'zg'alsa, bu hujayraning o'zini tozalash va yangilaydigan mexanizmi bo'lg'achqa, bu orqali rak hujayralarining ko'payishini tezgiligini bo'ldi ekan. Yana samsaqning undan boshqa nihoyatda foydali taraflari bor. Masalan, zukamni davolaydi, yuqori qon besimini va qonning quyuqligini taqshaydi ekan. Yana nafas yo'l sistemasining xizmat iqtidorini yaxshilaydi ekan. Qon tomirlarining elastikligini yaxshilab, yurakni sog'lom qiladi ekan. Badandagi ortiq moylarni yo'qotib, badan eg'irligini tushirdi ekan. Immunitet kuchini yuqori ko'tardi ekan. Demek, samsaqning nihoyat ko'p foydalari bor ekan. Lekin samsaqni odatda iste'mol qilishda achchiq bo'lg'achqa odamning maydasini yetishtirib ko'p iste'mol qilg'ili bo'lmaydi. Tuvanda men bir qancha oddiy odatda iste'mol qilsak rahatsiz bo'lmaydigan bir usullarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Birinchisi samsaq suyi. Samsaqni bir stakan suga bir nechta samsaqni sep qo'ysak yoki bunday kesib sep qo'ysak bo'ladi. Samsaqning ta'mi suvga chiqqandan keyin har kuni bir stakan shundoq samsaqning chilgan suyini ichib bersak, atdigan osh qo'ysak vaqtda ichib bersak, bu badanga nihoyatda foydasi nihoyatda unumli bo'ladi ekan. Bo'libmi atdiganda osh qo'shsaqqa ichgandan keyin yuqorqi deyilgan foydali taraflardan boshqa yana hazm qilish yo'li sistemasining xizmatini yaxshilaydi ekan. Bo'libmi qavziyatga nihoyat yaxshi manfaat qiladi ekan. Bu birinchi iste'mol qilish usuli. Ikkinchisi bo'lsa samsaq chayqib ichish. 3 stakan suvga samsaqning tishidan 3 tal tishini silib, qaynatib, ta'm chiqqandan keyin uningga bir qoshiq yoki yarim qoshiq asal ilashtirib, undan keyin ozroq limon siqib etib ichib bersa, buning unumi nihoyat yaxshi bo'ladi. Buni odatda kech atrofda iste'mol qilib bersa, kechdagi uyquni yaxshilaydi. Uyquning sifatini yaxshilab, uyqusizlik bo'lsa nihoyat manfaat qildi. Lekin davomli ichib berish kerak. Bir ikki qatim ichib berib foyda qilmadi deb tashlab qo'ysa olmaydi. Davomli iste'mol qilib berganda uzun muddatlik unumi nihoyat yaxshi bo'ladi. Uchinchi xil usuli, iste'mol qilish usuli asalga samsaqni chilash. Samsaqni aqlab, asalga chilashqidek qilib chilab, buni og'izni bek himi etib etmaslik kerak ekan. Navoda himi etib etsa, bu ichigan siri ma'nodek bunday kupukchilar chiqadi ekan. Kupukchilar chiqib kelsa, qutining ichidagi besim eshib ketadi. Shunga og'izni sal bo'shroq qilib qo'ysa, ichidan chiqqan besim bilan havolar sirtqa chiqib tursa yaxshi bo'ldi ekan. Odatda buni 2-3 haftadan keyin iste'mol qilsa bo'ldi ekan. Kun tushmaydigan salqin yerga qo'yib saqlasa bo'ldi ekan. Qancha uzun vaqt ichsa shuncha yaxshi ekan. Ma suratda ko'ringani bu 2 oy atrofida tug'an. Mishda kupuklar chiqib turdi ekan. Bu normal bo'ldi ekan. Navoda 2-3 haftadan keyin iste'mol qilsin bo'ldi ekan. Unda vaqt iste'mol qilsa o'zimizning yaxshi ko'rishiga bog'liq. Masalan, 2-3 haftalik ta'mini yaxshi ko'ramdik yo uzoqroq chilab ichdigan holda degan yaxshi ko'ramdik. Shuni qarab iste'mol qilib bersak bo'ldi ekan. Mana 2-3 haftadan keyingi ichgan holda. Buni o'zimiz yaxshi ko'rgan vaqtni masalan 2-3 hafta yoki bo'lmasa 1 oy yoki 2-3 oy ichgandan keyin davomli har kun atdiganda bir tal samsaq bilan bir qoshiq suyini har kun atdiganda ichib bersa, buning unumi nihoyat yaxshi bo'ldi ekan. Yuqorqi 3 xil iste'mol qilish usulining ichidan o'zingizga mos kelgan birini tanlab, davomli iste'mol qilsangiz,
badaningizning immunitet kuchini yuqori ko'tarib, har xil kasalliklarga qarshi turish iqtidorini oshiradi. İnşallah bu tarqılayotgan COVID-19 virusiga foydasi bo'lg'usi. Shuningdek, bu mazmunni sizlar bilan o'rtoqlashdim. Navoda siz foydalikan deb o'ylasangiz, ham bahrlaning, boshqalarga foydalansin. Yangi mazmunlar bilan keyingi qatim ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling.